Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, biz darslarimizni boshlaymiz. Demak, bugun 3-darsimiz. 41-savolga e'tibor bering. Birinchi denkada 750 ta, ikkinchi denkada 1100 ta nukleotid mavjud bor. Birinchi denkadagi purin asoslarining soni guanin va sitozin sonidan 125 marta ko'p. Ikkinchi denkada adeninlar soni pirimidin asoslar sonidan 275 marta kam. Birinchi va ikkinchi denkadagi adenin timin orasida vodorod bog'lar yig'indisini toping debdi. Birinchi va ikkinchi denkadagi adenin timin deyapti. Shunga e'tibor beramiz. Xo'p, endi bu yerda nima ish qilinishi kerak? Demak, keling endi yechimlarga o'tamiz. Birinchi navbatda keling ikkita denkani ham belgilab olaman. Xo'p, denka 1 va denka 2. Ikkita denka mavjud bizda, denka 2. Va ikkalasini ham belgilash kiritib olaman. Denka 1 dagi nukleotidlar soni 750 ta ekan. Denka 2 dagi nukleotidlar soni esa bizda 1100 ta ekan. Demak, savol shartida bu berilgan edi. Endi bu yerda belgilash kiritamiz. Hozir adenin nukleotidlarini x dona deymiz, timin nukleotidlarini ham x dona deymiz, guaninlarni y dona deymiz, sitozinlarni esa y dona deymiz. Ya'ni belgilash kiritdik. Noma'lum bo'lganligi uchun x y qo'ydik. Xuddi shunday bu yerda ham adenin bor, nechtadir? Noma'lum a dona deymiz. Timinlar ham noma'lum a dona, guaninlar noma'lum b dona, sitozinlar ham noma'lum bu yerda qanaydir nechtadir b dona holatda bo'lsin. Mana shu joyi belgilash kiritish hisoblanadi. Yaxshi, belgilash kiritib oldik. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Xo'p, bu birinchi ish bo'lsa, endi ikkinchi ishga o'tamiz. Ikkinchi ish. Endi e'tibor bering. Savolda aytilyaptiki, birinchi denkadagi purin asoslarining soni guanin sitozin sonidan 125 marta ko'p deyapti. Purin asoslari deganda biz adenin bilan guaninni tushunishimiz kerak va ularning yig'indisi x plus y holatda bo'ladi. Taqsim guanin sitozin yig'indisi esa 2y bo'ladi. Endi o'shalar 125 marta ko'p ekan. Purinlar soni 125 marta ko'p ekan. Endi mana shu hisob-kitobni amalga oshiradigan bo'lsak, x plus y teng bo'ladi 1.25 y ga. Mana shu yerda sal adashmovchilik bo'ldi. Men bu yerda 2.5 yozishim kerak edi. 2.5 y ga. Xo'p, mana bu y bu tarafga minus bo'lib o'tganligi hisobidan x teng 1.5 y bo'ladi. Mana. Xo'p. Endi keyingi ishga o'tamiz. Keyingi ishimiz nima narsa? Xo'p, biz buni bildik. X'imiz 1.5 y ga teng ekan. Bu yerdagi barcha nukleotidlarning yig'indisi, ya'ni nukleotidlari 2x plus 2y holatida va u 750 ga teng. Shuning uchun yozaman 2x plus 2y teng ekan 750 ga. Ana endi x ni o'rniga 1.5 y ni borib qo'yaman. 2 ko'paytirilgan 1.5 bu yerda 3y ni beradi. Plus 2y teng bo'lar ekan 750 ga. Xo'p, 5y bo'lib ketadi bu yerda qo'shilganda va u 750 ga teng. Demak, y'imizning qiymatini bu yerdan topib olishimiz mumkin bo'ladi. Y'imiz 150 ga teng ekan, 150. Xo'p, x ni ham topamiz. O'rniga qo'yish usuli orqali mana bu yerga borib qo'ysak, 1.5 ni 150 ga ko'paytirsak, x'imiz kelib chiqadi 225 ga teng ekan, 225. Xo'p, mana bunday holatda topib oldik. Bu denka 1 uchun ma'lumotlar edi. Ana endi keyingisiga o'tamiz. 4-ish desak ham bo'ladi. Denka 2 ga o'tamiz endi. E'tibor bering, aytayaptiki, ikkinchi denkada adenin soni pirimidin sonidan 275 marta kam. Pirimidin soni deyapti. Bu yerda pirimidinlar x plus y bo'lishi kerak. Ya'ni timin bilan sitozin yig'indisi adeninga nisbatan, ya'ni x ga nisbatan ko'proq ekan. Necha marta ko'p desa, xo'p, 2.75 marta ko'p ekan. Men buni yozaman 2.75. Xo'p, x plus y'imiz teng bo'lar ekan 2.75 x ga, y'imiz teng bo'lar ekan 1.75 x ga. Mana bunday holatda. Xo'p, ana endi tengliklarni bilib oldik. Faqat shu yerda bitta sal muammo bo'ldi. X y'imiz topgandik va bu yerdagilarni a va b harfi bilan belgilab olgan edik. Shuning uchun asli mana bu yerda a, bu b, mana bu a bo'lishi kerak. Xo'p. Mana shu yerda sal adashibmiz. Bu yerda b, bu yerda esa a bo'lishi kerak. Ya'ni bizda b teng bo'lyapti 1.75 a ga. Xo'p, endi davom etamiz. Bizda ikkinchi denka nukleotidlar yig'indisi 1100 ta ekan. 5-ish.
2a plus 2b teng bo'lar ekan 1100 ga. Endi b ni o'rniga 175 ta borib qo'yamiz. 2a plus 2 ni 175 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda 3.5 kelib chiqadi. 3.5a kelib chiqadi va u 1100 ga teng. 1100. Qo'shib yuboradigan bo'lsam 5.5a ga teng bo'ladi va u 1100 ga teng. 1100. Endi aniq qiymatini topib olamiz. Aniq qiymatini topadigan bo'lsak 200 ga teng bo'lar ekan. 200 ga. B ni qiymatini ham topib olamiz. Bunda 350 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi ishga o'tamiz. 6-ish. Ana endi bu yerda denka 1 va denka 2 dagi adeninlar kerak bo'ladi. Denka 1 dagi adeninlar soni, adenin nukleotidlar soni x deb belgilaganmiz va u 225 ga teng bo'ldi. 225. Endi denka 2 da adeninlar sonini biz a dona deb belgilab olgan edik. Xo'p. Demak, adeninlar sonini a dona deb belgilab olgan edik va a qiymati 200 ga teng bo'ldi. 200 ga. Shunda ikkalasidagi umumiy adeninlar soni 425 ga teng bo'lar ekan. Ular o'rtasidagi vodorod bog'larini topish uchun 2 ko'paytirib yuboraman. 850 qiymatiga teng bo'ladi. 850. 850 demak bizda A javobda berilgan. Demak to'g'ri javob A javob bo'lishi kerak bu yerda. A javob. Xo'p. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Bu 41-to'plam edi. Endi 42-to'plamga o'tamiz. 42-to'plam. 42-to'plam 411-masala. E'tibor bering, aytilyapti. Noma'lum DNK tarkibida vodorod bog'lar soni fosfodifir bog'lar soni farqi 160 ta bo'lib, ularning yig'indisi 1918 ga teng. Shu DNK molekulasi mutatsiya natijasida 25% qolgan bo'lsa, mutatsiyadan so'ng qolgan DNK molekulasidagi adenin nukleotidlari shu DNKdagi umumiy nukleotidlarning necha foizini tashkil qiladi degan savol berilyapti. Noma'lum DNK tarkibida vodorod bog'i farqi va yig'indisi berilyapti. Biz hozir bu yerda quyidagicha tenglama tuzib olamiz. Demak, vodorod bog'i qo'shilgan fosfodifir bog'i deymiz. U 1918 ga teng. 1918 va vodorod bog'i ayrilgan fosfodifir bog'i deymiz. U 162 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi men buni qo'shib yuboraman. Shunda fosfodifir bog'lari o'zaro yo'q bo'lib ketadi va ikkita vodorod bog'i bizda teng bo'lib qoladi 2080 ga. 2080 ga. Demak, vodorod bog'ini o'zi teng bo'lar ekan 1040 ga. Vodorod bog'ini topib oldik. U orqali fosfodifir bog'ini topib olish mumkin. O'rniga borib qo'yish orqali va bunda 878 qiymati kelib chiqadi. Demak, fosfodifir bog'i. Endi nukleotidlarni topish uchun fosfodifir bog'i 2 ni qo'shar edik. 2 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, nukleotidlar soni 880 ta ekanligi bu yerda kelib chiqadi. Xo'p. Bu birinchi ish hisoblanadi. Ana endi ikkinchi ishga o'tamiz. Ikkinchi ish. Endi e'tibor bering, biz adeninlar sonini bilmaymiz, shuning uchun x deb belgilab olamiz. Xuddi shunday timinlar sonini ham bilmaymiz, x deymiz. Guaninlar sonini y, sitozinlar sonini ham y bilan belgilab olamiz. Va mana shu belgilashimizdan ma'lum bo'ladiki, nukleotidlar soni bizda 2x plus 2y ga teng ekan. Vodorod bog'lari esa 2x plus 3y ga teng ekan. Mana bunday holatda. Endi buni sistema qilib ham ishlash mumkin. Bunda nukleotidlar soni 880 ta. Bu yerda esa demak vodorod bog'lari 1040 ta. Lekin boshqacha usuli ham bor. Mana shu tenglamani ishlasa x y kelib chiqadi, lekin boshqa usuli ham bor. Xo'p, boshqa usuli qanaqa bo'ladi? Vodorod bog'laridan nukleotidlarni ayirganimizda guanin kelib chiqadi. Vodorod bog'lari 1040 ta. Nukleotidlar esa 880 ta. Demak, buni ayirib yuboradigan bo'lsak, menda guaninlar kelib chiqadi, 160 ta ekanligi. 160 ta. Lekin mana bu tenglamani ishlagan taqdirimizda ham baribir yuqori va pastki xatlar ayrilganda, mana shu yerda ham baribir y teng 160 bo'lib chiqar edi. Ya'ni ikkalasining ma'nosi bir xil. Endi x ni topadigan bo'lsak, bu yerda 280 ga teng bo'ladi. Y ni o'rniga 160 ta borib qo'ysak, x ni topishimiz imkoniyati mavjud bo'ladi. Xo'p. Keyingi ishga o'tamiz. 3-ish. Endi
umumiy nukleotidlar soni 880 ta bo'lsa, u 100% va uning 75% qismi qolyapti. Chunki -25% ketyapti. Ya'ni 25% mutatsiyaga uchrab ketyapti, 75% qolyapti. Natijada keyingi nukleotidlar soni 660 ta bo'lib qoladi. Mutatsiyaga uchragandan keyingi nukleotidlar. Xo'p, men buni n harfini belgilab qo'yaman. Endi adeninlar soni menda 280 ta edi. Mana x bilan belgilab olgan edik. Ximiz mana bu yerda 280 ga teng bo'ldi. Demak, 280 imiz 100%, 75% qancha deymiz? Chunki mutatsiya natijasida yo'qolganda adeninlar ham 25% yo'qolib ketadi. Hisob-kitob topadigan bo'lsak, bu yerda 210 qiymati kelib chiqadi. 210. Bu adeninlarning soni. Adeninni ham, nukleotidni ham topdik. Ana endi foiz topishimiz mumkin bo'ladi. 4-ish. 660 ta nukleotid 100% bo'ladigan bo'lsa, xo'p, endi bu yerda 210 tasini qancha deyishim kerak adeninlar foizini topish uchun va bu yerda 31.8% ekanligi kelib chiqadi mana. 31.8% ekan adeninlar foizi. Xo'p, endi qani javobda bormikan? 31.8% bo'ladigan bo'lsa, D javobga to'g'ri kelyapti. Demak, bu yerda to'g'ri javob D javob bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi to'plam 43-to'plam. 421 masala. Noma'lum DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibida aminokislota va DNK fosfodifir bog'lari 1498 tani tashkil qiladi. Adenin timin nukleotidlari guanin sitozin nukleotidlaridan 220 taga ko'p bo'lsa, purin asoslar sonini toping debdi. Xo'p. E'tibor bering. Oqsil tarkibidagi aminokislota va DNKdagi fosfodifir bog'lari yig'indisi 1498 ekan. Keling endi ushbu masalani ishlashga o'tamiz. DNKdagi fosfodifir bog'lari 1498 tashkil qiladi. Xo'p, adenin timin. Qani ishlab ko'ramiz? Endi bu yerda nima ish qilinish kerak? Birinchi navbatda belgilash kiritib olamiz ekan. Xo'p. Adeninlar sonini x deymiz. Timinlar sonini ham x deymiz. Guaninlar sonini y deymiz. Sitozinlar sonini ham y deymiz. Demak, adenin timin yig'indisi 2x ga teng bo'ladi. Guanin sitozin yig'indisi esa 2y ga teng bo'ladi. Va bizda savolda aytilyaptiki, mana bu yerda adenin timin nukleotidlari guanin sitozin nukleotidlaridan 220 taga ko'p bo'lib deyapti. Shunga e'tibor beramiz. Demak, adenin timin nukleotidlari ko'proq ekan. Shuning uchun mana bunaqa tenglama yozib olishimiz mumkin. 2x minus 2y teng bo'ladi 220 ga. Xo'p, endi e'tibor bering, fosfodifir bog'lari va aminokislotalar, men buni yozib qo'yaman amino deb, ularning yig'indisi bizda 1498 ga teng ekan. 1498. Men shu fosfodifirni o'rniga nukleotid minus 2 qo'yishim ham mumkin. Plus amino. Chunki nukleotiddan 2 ni ayirsak fosfodifir bog'ini keltirib chiqaradi. 1498 qo'yamiz. Endi bilamizki, nukleotidlardan aminokislotalar har doim 6 marta kam bo'ladi. Shuning uchun aminokislotalarni x desam, nukleotidlarni 6x deb mana bu yerda mana bunaqa bir tenglikka olib kelib olishimiz mumkin. 1498. Shunda 7x imiz teng bo'ladi 1500 ga. Endi savol tug'ilishi tabiiy. Nega nukleotidlarni 6x, aminoni x deb oldik? Chunki bizda formula bor edi. Esingizda bo'lsa, aminolarni topishimiz uchun biz nukleotidlarni 6 ga bo'lar edik. Endi shu yerda aminokislotalarni x deb belgilasam, nukleotidlar o'z navbatida 6x ga teng bo'lishi bu tabiiy holat. Endi x ni topib olamiz. 1500 ni 7 ga bo'lishimiz kerak. Xo'p. Demak, sal butunli son chiqyapti. Xo'p, sitozin oqsil tarkibida aminokislota va DNKdagi fosfodifir bog'lari 1498 tani tashkil qiladi.
adentin nukleotidlari bu yerda qanaydir yanglishmovchilik borga o'xshaydi. Xo'sh, demak, balki farqi berilgandir. Ya'ni yig'indisi emas, farqi desa nisbatan to'g'ri bo'ladi. Shunda mana bu yerda plus emas, minus ishora bo'lganda edi, minus ayirish bo'lganda mana bu yerda 5x qolgan bo'lar edi. O'shanda 1500 ni bemalol 5 ga bo'lishimiz mumkin bo'lardi va bizda x imizning qiymati 300 chiqqan bo'lar edi. Xo'p. Demak, to'g'ri shunaqa. Ya'ni bu yerda farq berilgan. X imiz 300 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, mana bu nukleotidlar yig'indisi, ya'ni 2x plus 2y imiz teng bo'lar ekan. Shunda e'tibor bering, x imizning qiymati 300 bo'ladigan bo'lsa, endi nukleotidlar 6x ga teng bo'lganligi uchun yozib qo'yaman. Nukleotid 6x ga teng. 6 ni 300 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 6 ni 300 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1800 ga teng bo'lishi kerak. 1800. Demak, qiymat 1800 ta bo'lar ekan bu yerda. Xo'p. Ana endi buni ishlaymiz. Bu yerda hozir qo'shib yuboradigan bo'lsam, y'larim ketib 4x bo'lib qoladi. 1800 qiymatiga qo'shishim kerak bo'ladi 220 ni. 2020 ga teng bo'ladi. X imizni topamiz endi. X ni topadigan bo'lsa, 2020 ni 4 ga bo'lib yuborishimiz kerak va bunda 505 qiymati kelib chiqadi. 505. Y qiymatini topamiz, o'rniga qo'yish usuli orqali. Xo'p, o'rniga qo'yish usuli orqali topamiz. Demak, mana bu yerga borib qo'yadigan bo'lsak, 505 ni 2 ga ko'paytiramiz, 1010. Uni ayiramiz 1800 dan. 1800. Shunda 790 bo'lar ekan va undan 2 ga bo'lib yuborsak 395. Y qiymatimiz 395 ga teng. X y ni topib oldik. Ana endi eng muhim joyiga to'xtalamiz. O'zi x y ni topmasak ham bo'lar edi, lekin bundan keyingi masalalarda shu x y ni topishga bog'liq bo'lgan masalalar mavjud. Endi bu yerda nima qilinadi? Nukleotidlar 1800 ta bo'lsa, o'sha nukleotidlarning yarmi purin, yarmi pirimidin, ya'ni 900 tasi purin, qolgan 900 tasi esa pirimidin bo'lishi kerak. Yozib qo'yaman. Purin, bu esa pirimidin. Menda ham nima so'ragan edi savolda? Purin asoslarini sonini toping degan. Demak, 900 ta bo'lsa, S javob ekan. Purin asoslari soni 900 ta. Demak, to'g'ri javob S javob bu yerda. Xo'p, demak, keyingi masalaga o'tamiz. 44-chi to'plam savollar soni. Noma'lum renka tarkibida fosfodifir bog'lari soni oqsil tarkibida aminokislotadagi peptid bog'lar soni farqi 500 ga teng. Umumiy vodorod bog'lar soni 1800 tani tashkil qilsa, denkadagi adenin nukleotidlar sonini toping degan demak savol berilyapti. Endi ushbu masalani qanaqa holatda ishlaymiz? Keling, belgilash kiritib olaman shu yerda. Xo'p, denkadan sintezlanadi renka, renkadan sintezlanadi oqsil. Demak, oqsilning soni x ta bo'lsa, undan 3 hissa ko'p bo'ladi renka, 3x. Denkamiz demak o'z navbatida 6x bo'ladi. Demak, renkadagi fosfodifir bog'lari soni 3x minus 1 ga teng bo'ladi. Oqsildagi peptid bog'lari soni esa aminokislotalardan birini ayirganda kelib chiqadi, ya'ni x minus 1 ga teng. Mana shu yerdagi 3x minus 1 bilan x minus 1 ni demak farqi berilyapti. Ikkalasining ayirmasi berilyapti. 500 ga teng deyilyapti. Mana bu yerni yozaman. 3x minus 1 ayrilgan x minus 1 teng 500. Qavsni ochadigan bo'lsam, 3x minus 1 minus x plus 1 bo'ladi. Teng 500 bo'ladi. Mana bu yerda plus va minus 1lar ketsa, 3x dan x ni ayirganimda 2x qoladi. 2x teng 500. X teng 250.
Endi mana shu orqali denkani topib olishim mumkin bo'ladi. Nukleotidlarni biz 6x deb olgan bo'lsak, endi x'imizni o'rniga 250 ni borib qo'yamiz. 250. Shunda nukleotidlar soni bizda kelib chiqadi. Demak, qancha nukleotid bor? 1500 ta nukleotid bor ekan. 1500 ta. Vodorod bog'lari ham savolda aytilgan edi. 1800 ta vodorod bog'i borligi aytilgan edi. Bu ikkalasini men ayirib tashlayman. O'shanda menda guaninlarning soni kelib chiqadi. 300 ta ekanligi, 300 ta. Demak, guaninlar soni 300 ta ekan. Xo'p, endi guaninlar sonini bildik. Bizda nukleotidlar soni 1500 ta bo'lsa, uni teng yarmi purin, yarmi esa pirimidin. 750 ta purin, 750 ta pirimidin bo'ladi. Mana bu yerdan keyin yozib qo'yaman. Pirimidin deb yozib qo'yaman. Pirimidin. Bunisi esa purin. Xo'p. Endi purinni bilamiz. Adenin bilan guaninlar birgalikda purinlarni hosil qiladi. Endi mana shu o'rinda guaninlar sonimiz 300 ta bo'lsa, adenin sonini topib olishimiz kerak. Yig'indisi, bu ikkalasining yig'indisi 750, guaninning o'zi 300. Demak, adeninning qiymati bu yerda 450 bo'lishi kerak. 750 dan 300 ni ayirib tashlaymiz. Demak, adenin qiymatini topdik. Bizda 450 ga teng ekan. Endi ko'ramiz, to'g'ri javob bormi? C javobga to'g'ri kelyapti. Demak, to'g'ri javob C javob ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p. 45-to'plamga o'tamiz. 45-to'plam. Noma'lum denkadagi va renkadagi fosfodifir bog'lar soni farqi 299 bo'lsa, adenin timin nukleotidlari va guanin sitozin nukleotidlari foiz nisbati 1/4 ga 1 bo'lsa, guanin nukleotidlar sonini toping degan masala berilyapti. Endi bu yerda biz bitta belgilash kiritib olamiz. Qanaqa bo'ladi bu narsa? Adenin timinlar bilan timinda yig'indisini va bu yoqda guanin bilan sitozin yig'indisini nisbati berilyapti. Xo'p. Bu 1/4 ekan. Bularning yig'indisi bu esa 1 ekan. Ya'ni bu berilayotgan narsa savoldan kelgan. Ya'ni bu nisbat. Endi men shu nisbatni o'zim uchun qulaylashtirib foydalanaman. Ya'ni nisbat orqali belgilash kiritaman. Adenin, timin, guanin, sitozin. Nisbat orqali belgilash kiritishim qanaqa bo'ladi? Adeninlarni 1/4x deb olaman. Timinlarni ham 1/4x deb olaman. Guaninlarni x deb olaman. Sitozinlarni ham x deb olaman. Mana shunaqa belgilash kiritaman. Shunda umumiy nukleotidlar yig'indisi menda 4/8x ga teng bo'ladi. Demak, bu nima narsa ekan? Umumiy nukleotidlar yig'indisi ekan. Mana. Xo'p. Endi bu birinchi ish, ya'ni belgilash kiritish. Ikkinchi ishda nima qilinadi? Denkadagi nukleotidlar orqali renka sintezlanadi. Denkadagi nukleotidlar 4/8x ga teng bo'lsa, demak renkadagi nukleotidlar 2/4x ga teng bo'ladi, ya'ni 2 hissa kamroq. Denkadagi fosfodifir bog'lari 4/8x minus 2 orqali topiladi. Xo'p, renkadagi fosfodifir bog'lari esa 2/4x minus 1 orqali topiladi mana bunday holatda. Ya'ni denkada 2, renkada 1 ayriladi. Endi mana shu ikkalasining farqi 299 deyilyapti. Yozaman. 4/8x minus 2 minus ayrilgan 2/4x minus 1 teng 299. Buni ishlab chiqamiz endi. Qavsni ochib oladigan bo'lsam, 4/8 dan 2/4 ayrilib ketadi. Keling, buni birinchi qavsni ochib olib yozay. 4/8x minus 2 plus, hop, shu yerda adashdim, minus bo'lish kerak. Minus 2/4x plus 1 299. Xo'p, ana endi 2/4x minus 1 teng bo'lar ekan 299 ga. 2/4x imiz teng bo'lar ekan 300 ga. Xo'p, x qiymatimiz teng bo'ladi bu yerda 125 ga. 125. Savolda nima so'ralgan?
Savolda guanin nukleotidlari soni so'ralgan. Guanin nukleotidlari soni x dona. Demak, guaninlar soni 125 ta ekan. 125 ta. Xo'p, shunda to'g'ri javob bizda C javob bo'lishi kerak ekan. Yozib qo'yaman, to'g'ri javob C javob. Keyingi masalaga o'tamiz. 46-to'plam. E'tibor bering 46-to'plamga. Bizda bu to'plam ozgina murakkabroq. Xo'p, RNK zanjirida 80 ta uratsil bor. Shu DNK zanjiridan teskari transkripsiyalanganda DNKning bitta zanjiridagi sitozinlar soni RNKdagi uratsillar sonidan 2,5 marta ko'p. Guaninlar soni esa 2,5 marta kam. DNKning shu zanjiridagi timin miqdori undagi guanin va sitozin nukleotidlari miqdorining o'rtachasiga teng bo'lsa, RNK molekulasining uzunligini aniqlang. Nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nanometrga teng debdi. Endi ishlaymiz buni. Xo'p, birinchi navbatda RNK chizib olamiz. RNK. Xo'p, endi undan nima sintezlangan? DNK sintezlangan. Xo'p, DNK. Keling, mana shu RNK orqali DNKni mana bu zanjiri sintezlangan deb olaylik, ikkinchi zanjiri. Ana endi nukleotidlarni qo'yib boshlaymiz. Uratsillar soni RNKda 80 ta ekanligi aytildi. Demak, undan adenin nukleotidlari sintezlanadi, 80 ta ekan. Xo'p, guanin nukleotidlari uratsildan ko'ra 2,5 marta ko'p ekan. Shuning uchun 80 ko'paytirilgan 2,5 deymiz. Va 200 ga teng bo'ladi. 200. Demak, sitozin nukleotidlar soni 2,5 marta kam ekan. Shuning uchun 80 ni bo'lib yuboramiz 2,5 ga. Va bunda 32 qiymati kelib chiqadi, 32. Xo'p, endi timin nukleotidlari bu yerda guanin sitozini o'rtachasiga teng ekan. Shuning uchun men 200 bilan 32 ni o'zaro qo'shib teng 2 ga bo'laman. Va bu yerda 116 qiymati kelib chiqadi. Demak, guanin sitozindan sintezlanadi. Demak, sitozinlarimiz bu yerda 200 ta ekan. Sitozin guanindan sintezlanadi. Guaninlarimiz 32 ta ekan. Timin adenindan sintezlanadi. Adenin nukleotidlari 116 ta ekan. Bularning yig'indisi o'z navbatida jamisi, demak, jami nukleotidlari 428 ga teng bo'ladi. Ana endi uzunlik topishim mumkin bo'ladi. Xo'p, yozaman. RNK uzunligi. Uzunlik. Bu yerda 428 ni ko'paytiramiz 0,34 ga. Savol tug'iladi. Nega 2 ga bo'lmadik? Chunki bu RNK bitta zanjirdan iborat, 2 ga bo'lish shart bo'lmaydi. Demak, bunda 145 butunu, xo'p, 52 nanometr bo'lar ekan. 145 butunu 52 nanometr. To'g'ri javob A javob. Keyingi to'plamga o'tamiz. 47. Xo'p, DNK fragmentini 5 dan 3 qismidan RNK sintezlandi. Agar DNKda jami nukleotidlar soni oqsildagi aminokislotalar sonidan 1350 ga farq qilsa, ushbu DNK tarkibida jami nukleotidlar sonini aniqlang. Ajoyib masala. Xo'p, bu masalani quyidagicha ishlasak bizga qulayroq bo'ladi. Nima qilamiz? Yozaman. DNK undan sintezlanadi. RNK undan sintezlanadi. Oqsil. Xo'p, DNK nukleotidlarini 5x deb olaman. Nima uchun aynan 5x? Chunki DNK fragmentini 5 dan 3 qismidan deganligi uchun 5x deb oldim. 5x deb olaman. Bu demak DNKning nukleotidlari. Lekin buning hammasidan ham RNK sintezlanmagan. Qancha qismidan desa, demak, xo'p, 5 dan 3 qismidan sintezlangan. Ya'ni 5 dan 3 qism. O'shanga ko'paytirib yuboraman. Bu yerda demak hisob-kitobda bular qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerda 3x qoladi, 3x. Demak, mana shu qismidan RNK sintezlangan. Mana shu qismidan RNK sintezlangan. Va bilamizki, DNKda RNK sintezlanayotganda 2 hissa kamayish kuzatiladi. Bo'lingan 2 deymiz. Va shuning uchun RNKmiz 1,5x ga teng bo'lib qoladi. Endi bu RNKning nukleotidlar soni. Bu DNKning nukleotidlar soni edi. Bundan oqsil sintezlanadi va bunda 3 hissa kamayish kuzatiladi. 0,5x. Bu oqsildagi aminokislotalarning soni.
Xo'p, bular ketdi, hammasini belgilab oldik. DNK nukleotidlaridan deyapti. Aminokislotalarni ayirmasi 0.5x ni ayirib tashlaganimiz 1350 ga teng deyilyapti. 1350. Demak yozaman 4.5x imiz teng bo'lar ekan 1350. X qiymatimizni topadigan bo'lsak 300 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Mana bunday holatda 4 burchakka qo'yamiz. X imiz 300 ga teng ekan. Endi menda savolda DNKdagi nukleotidlar so'ralganligi uchun 5x ga borib qo'yaman. 5 ko'paytirilgan 300 va bunda qiymat 1500 bo'ladi. Demak DNKdagi nukleotidlar 1500 ta bo'lgan ekan. To'g'ri javob C javob. Keyingi to'plamga o'tamiz. 48. Ma'lum bir DNK molekulasi 114 ta nukleotiddan iborat. Undagi vodorod bog'lar soni shu DNK molekulasida sitozin nukleotidlar sonidan 4 marta ko'p bo'lsa, DNK fragmentidagi adenin timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang debdi. Xo'sh, demak, bu masalani qanaqa qilib ishlaymiz? Keling, belgilash kiritib olaylik shu yerda. Xo'p, belgilash kiritamiz. Qanaqa qilib belgilaymiz? Har doimgidek adeninlar sonini x dona deymiz, timinlar sonini x dona deymiz, guaninlar sonini y dona deymiz, sitozinlar sonini ham y dona deb belgilab olamiz. Shunda nukleotidlar soni 2x plus 2y ga teng bo'ladi. Demak, mana shunaqa holatda belgilab oldik biz. Ana endi vodorod bog'ini ham keling shu yerda belgilab olamiz. Vodorod bog'larini 2x plus 3y deb belgilab olamiz. Ana endi mana shu belgilash kiritganlarimizdan keyin nima ish qilishimiz kerak? Belgilash kiritib bo'ldik. Ana endi bu yog'iga endi shuni ishlaymiz. Endi savolga e'tibor bering. Savolda aytilyaptiki, vodorod bog'lari soni sitozin sonidan 4 marta ko'p bo'lsa deyilyapti. O'shani tenglama shaklida yozamiz. Vodorod bog'larini albatta bu yerda 2x plus 3y ko'rinishda yozamiz. Taqsim sitozin nukleotidlarini esa y ko'rinishda yozamiz va shu qiymat 4 ga teng ekan, 4 marta ko'p ekan. Tenglamani ishlaydigan bo'lsak, 2x plus 3y imiz teng bo'ladi 4y ga. Xo'p, 2x teng bo'ladi y ga. Chunki mana bu yerdagi 3y bu yoqqa minus bo'lib, ayirish bo'lib o'tadi. Ana endi 114 dan foydalanishimiz mumkin. Nukleotidlar yig'indisi, ya'ni 2x plus 2y imiz qiymati 114 ga teng ekan. Y ning o'rniga 2x ni borib qo'yamiz. Shunda menda 2x plus 2 ko'paytirilgan 2x imiz bu yerda 4x ga teng bo'ladi. 114 qiymatiga teng ekan. Qo'shib yuborsak 6x bo'ladi. 6x imiz 114 ga teng. Xo'p, x qiymatimiz bu yerda 19 ga teng bo'ladi. Y qiymatimiz esa o'rniga borib qo'yib topadigan bo'lsak, mana bu yerga 2 ko'paytirilgan x 38 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu ikkinchi qilinadigan ish hisoblanadi. Ana endi uchinchi ishga o'tamiz. Adenin nukleotidlarini biz x dona deb belgilagan edik va bu 19 ga teng bo'ldi. Ya'ni 19 ta adenin bor ekan. Bilamizki, adeninlar har bitta adenin ikkita qo'l chiqaradi, ikkita vodorod bog' hosil qiladi. Shuning uchun men buni 2 ga ko'paytirib yuborsam, 38 ta vodorod bog'i mavjud ekan adenin bilan timin o'rtasida. Demak, to'g'ri javob bu yerda A javob bo'ladi. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 49-to'plam. 480-masala. Bir molekula oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNK fragmentidagi guanin va sitozin nukleotidlari orasidagi vodorod bog'lari soni bilan adenin va timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lari soni yig'indisi 1160. Ya'ni vodorod bog'i, umumiy vodorod bog'i demoqchi. Ayirmasi esa 440 ga teng bo'lsa, DNK fragmentida jami nukleotidlar sonini aniqlang debdi. Xo'p, keling bu yerda quyidagicha tenglama tuzib olamiz. Birinchi navbatda qilinadigan ish bu belgilash kiritish. E'tibor bering, belgilash kiritishni bilsangiz, umuman qiynalmaysiz. Adeninlar x ta, timinlar ham x ta. Ular o'rtasidagi vodorod bog'i esa 2x ga teng. Guaninlarimiz y ta, sitozinlarimiz ham y ta. Ular o'rtasidagi vodorod bog'i esa 3y ga teng. Ana endi mana shu guanin sitozin
bog'lari va adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'lari yig'indisi 1160 ga teng bo'ladi. 1160. Endi ularning farqi 3y minus 2ximiz esa xo'p. Faqat mana shu yerda sal yanglishilmovchilik bo'lyapti. Guanin sitozin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lari bilan guanin timin nukleotid orasidagi vodorod bog'lari soni yig'indisi shuncha, ayirmasi 940 ga teng. Xo'p. Demak, faqat mana shu yerda ayirishda sal xatolik ketibdi. Bu yerda 2x dan ayirishimiz kerak ekan 3y dan. O'zi aytilmagan qaysi biri ko'pligi 2x minus 3y bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 440 holatida bo'ladi. Xo'p, endi bu tenglamani ayirish usuli orqali ishlaymiz. Ayirib yuboradigan bo'lsak. Xo'p, ayirsak bu yerda minus ayirish bo'lib ketadigan bo'lsa, 2x larimiz ketadi. Mana bu 3y dan minus 3y ni ayirsam, 3y minus 3y holatida bo'ladi. Bu esa 1160 dan ayirishim kerak bo'ladi 440 ni. O'z navbatida bu yerda 6y teng bo'ladi. Ayirib yuboradigan bo'lsak 720 ga. Demak, y'imizning qiymati bu yerda 120 ga teng ekan. X'imizning qiymati esa 400 ga teng bo'ladi. Tenglamani ishlab bo'ldik. Endi umumiy nukleotidlarni topsak. Demak, nukleotidlarni topishimiz uchun 2x plus 2y ga qo'yishimiz kerak. 2 ko'paytirilgan 120 plus 2 ko'paytirilgan 400. Bu yerda 1040 kelib chiqadi. Ya'ni 1040 ta demak, bizda nima mavjud ekan? Nukleotidlar mavjud ekan. To'g'ri javob A javob bo'ladi. Keyingi to'plamga o'tamiz. 50-to'plam. DNK molekulasida nukleotidlarning 50 tasi inversiyaga, 100 tasi duplikatsiyaga uchragandan so'ng DNKni 12 dan 9 qismi translyatsiyada ishtirok etganda 100 ta aminokislota hosil bo'ldi. DNK molekulasi mutatsiyaga uchrashdan oldin nechta nukleotiddan iborat edi? Xo'p. Demak, bu yerda endi e'tibor bering. Bizda 100 ta aminokislota hosil bo'lyapti. 16 ga ko'paytirsam, xo'p, 100 ta deyilganmidi? 100 ta aminokislota hosil bo'lyapti. 6 ga ko'paytirsam, demak 600 ta nukleotid shu aminokislota hosil bo'lishi uchun sarflangan. O'sha 600 ta nukleotid DNKni 12 dan 9 qismi ekan. Ya'ni 12 qismli DNK desak, o'shandan 9 qismi sarflanishi kerak ekan. 12 qismi qancha deyman? Ya'ni umumiy qismini. O'shanda umumiy qism menda kelib chiqadi. Xo'p, bunda qiymat 800 ga teng bo'ladi. 800 ta. Endi o'sha DNK duplikatsiyaga uchraganligini inobatga olishimiz kerak. Ya'ni nukleotidlariga yana 100 ta nukleotid qo'shilgan va o'shandagi qiymati 800 ga teng bo'lyapti. Demak, nukleotidlar 700 ta bo'lgan. Dastlab 700 ta bo'lgan, 100 tasi duplikatsiyaga uchragandan so'ng u 800 ta bo'lib qolgan. O'sha 800 taning ham 12 dan 9 qismi orqali 600 ta nukleotid demak sarflangan aminokislota hosil bo'lishida va undan 100 ta aminokislota hosil bo'lgan. Endi inversiyani hisobga olmaymiz. Mana bu yerda inversiyani hisobga olmaymiz 50 dan, chunki mana bu yerda yozib qo'yibdi. Inversiyada xromosom o'z o'rnini 180 gradusga o'zgartirib oladi. Bu jarayonda nukleotidlar soni o'zgarmaydi. Shuning uchun. Xo'p, ana endi keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, 51-to'plam. 501. Maxsus sharoitda ikkita DNKning birinchisi EcoR1, boshqasi HPI1 restriktaza fermentlari bilan jami 17 bo'lakka bo'lindi. Agar bu bo'laklardagi vodorod bog'lar soni dastlabki DNKlardagi vodorod bog'lar sonidan 80 taga farq qilsa, birinchi DNK necha bo'lakka bo'lingan? Juda ham yaxshi savol. Xo'p. Endi mana shu yerda ikkita DNKmiz 17 ta DNKga aylanib qolyapti. Farq nechta desa 15 ta. Ya'ni 15 ta DNK bo'laklarida. Mana shu restriktaza fermentlari orqali kelib chiqyapti. Demak, 15 marta restriktaza fermentlarini ishlatganmiz. Qaysi restriktaza fermentlarini ishlatdik o'zi? EcoR1 ni ishlatdik birinchi DNK uchun.
ikkinchi denka uchun esa xpy 1 ni ishlatdik. Eko R1 ni x marta, xpy 1 ni y marta ishlatdik deb qarashligimiz mumkin. Shunda tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni x plus y imiz teng 15. Endi xpy 1 bilamizki, to'mtoq uch hosil qilib kesadi, ya'ni vodorotbog' kesmaydi. Eko R1 esa yopishqoq uch hosil qilib kesadi, vodorotbog' kesadi. 8x imiz teng bo'lar ekan 80 taga. Chunki vodorotbog'lari 80 ta kamayapti-da. Demak, x imiz qiymati 10 ga teng bo'ladi, y imizning qiymati esa 5 ga teng bo'ladi. Savolda esa bizda nima narsa aytilyapti? Birinchi denka eko R1 bilan kesilgan, birinchi denka necha bo'lakka bo'lingan degan savol berilyapti. O'zi bitta denka edi va 10 marta kesildi. Shunda demak 11 ta bo'lak hosil bo'ladi. 10 marta nima orqali kesildi desa, eko R1 bilan kesildi. Mana bu esa dastlabki denka. O'shanda ham birinchi denka. Xo'p, demak javob 11 bo'lishi kerak. To'g'ri javob D javob ekan. Keyingi masalalar to'plamiga o'tamiz. 52-to'plam savollar soni. Ikkita denkada 1560 ta nukleotid bor, ikkinchi denka molekulasida 252 ta timin bor. Ya'ni ikkinchi deyilmayapti, ikkita denkada deyapti. Ikkita denkada umumiy. Birinchi denkada timin 15%, ikkinchi denkada guanin 30% bo'lsa, birinchi denkadagi sitozin sonini toping deyilyapti savolda. Xo'p, demak bu yerda foiz berilganda belgilash kiritishning ajoyib bir usuli bor. Oldin ham gaplashganmiz bu haqda. Yozaman. Denka 1. Xo'p, demak denka 1. Bu yerda endi foizlarni qo'yib chiqsak, 15% adenin mavjud. Xo'p, 15%. Timinlar ham demak 15%. Guaninlar 35%. Sitozinlar esa 35%. Demak, umumiy holatda, ya'ni umumiy nukleotidlar 100%. Endi o'sha umumiy 100% nukleotidni men 100x deb belgilash kiritaman. Mana shunda mana bu yerdagi hamma foizlar x ga aylanib qoladi. Adeninlar 15x da, timinlari ham 15x da, guaninlari 35x da, sitozinlari ham 35x daga teng ekan. Endi ikkinchi denkani ham belgilash kiritib o'taman. Denka 2. Mana bunday holatda. Xo'p, bundagi adeninlar 20%. Xo'p, timinlari ham 20%. Guaninlari 30%. Sitozinlari 30% ga teng. Umumiy nukleotidlar 100%. Endi men o'sha 100% ni, 100% nukleotidlarni men 100y deb belgilash kiritaman. Xo'p, o'z-o'zidan mana bular 20y, bu ham 20y, bunisi 30y, bunisi ham 30y ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi, kelib chiqadi. Endi tenglama tuzib olishim mumkin bo'ladi bu yerda. Demak, 100x plus 100y imiz, ya'ni nukleotidlar yig'indisi 1560 ga teng. Xo'p, ana endi timinlar yig'indisi esa, ya'ni 15x plus 20y imiz esa bizda teng bo'ladi 262 ga. Pastki hadni 5 ga ko'paytirib yuboraman. Pastki hadni demak 5 ga ko'paytirib yuborsak, ko'paytirilgan 5. Shunda 100x plus 100y teng 1560. 5 ga ko'paytirib yuborganimizda mana bu 75x ga teng bo'lib qoladi bu yerda. Plus 100y bo'ladi. Va 262 ni 5 ga ko'paytirganimizda 1310 ga teng bo'ladi. Endi bunda ayirish usulidan foydalanamiz. 100y'lar ayrilib ketadi. 100x dan 75x ayrilganda 25x qiymati qolishi kerak va bu 250 ga teng bo'lar ekan. 250. X imizning qiymati esa o'z navbatida 10 ga teng bo'ladi. Y imizning qiymati esa o'rniga qo'yish usuli bilan topsak 5.6 ga teng bo'ladi. X y ni topib oldik. Ana endi birinchi denkadagi sitozinlar so'ralgandi. Denka 1dagi sitozinlarni biz mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 35x bilan belgilab olganmiz. Yozaman. 35x teng 35 ko'paytirilgan x ni o'rniga endi 10 da borib qo'yadigan bo'lsam 350. Demak, birinchi denkada 350 ta
sitozin nukleotidlari mavjud bo'lgan ekan va bu A varianti berilgan. Mana 350 A varianti berilgan. Keyingi masalalar to'plamiga o'tamiz. Xo'p, demak 53-to'plamga o'tishimiz kerak. 53-to'plam 521-masala. DNKda A, B, D genlardan hosil bo'ladigan oqsil monomerlarning umumiy soni 315 ta. B gendan hosil bo'lgan oqsil monomerlari A gendan hosil bo'lgan oqsil monomerlaridan 10 taga ko'p. D gendan hosil bo'lgan oqsil monomerlaridan 1.25 marta kam. Kim kam? B gendan hosil bo'lgan oqsil monomerlari kam. Kimdan kam? D gendan hosil bo'lgan oqsil monomerlar, ya'ni aminokislotalardan kam. A, B, D genlarni saqlovchi DNK fragmenti uzunligini toping. Buni ishlashning eng sodda usuli bor, lekin eng sodda usulini ko'rsatmayman. Nega? Chunki bundan keyingi masalalarda yana boshqacha savollar so'ralgan. Shuning uchun eng sodda usulini ko'rsatsam, u faqat 521-masala uchungina to'g'ri kelib, qolganlarga to'g'ri kelmay qolishligi mumkin. Shuning uchun eng qonuniy usulni o'rgataman. Xo'p, bunda nima narsa qilinadi? Birinchi navbatda yozib olamiz. A, B, D 3 ta gen bor. A gendan A dona, demak oqsil monomeri hosil bo'ladi. B gendan B dona, D gendan esa D dona oqsil monomeri, ya'ni aminokislota hosil bo'ladi. Endi B minus A 10 ga teng ekanligi savolda aytildi. Xo'p, D ni B ga bo'lganimizdagi qiymat 1.25 ekanligi ham savolda aytildi. Uchalasini, ya'ni 3 ta oqsil monomerlarning yig'indisi A, B, D larning yig'indisi 315 ga teng ekanligi ham savolda aytildi. Endi buni ishlaymiz. Buni qulaylashtiraman. A teng B minus 10 holatiga keladi. Buni ham qulaylashtiraman. D teng 1.25 B ga teng ekanligi kelib chiqadi. Xo'p. Endi mana shu ikkalasidan foydalanib, mana shundan foydalanib, mana shu ikkalasidan, xo'p, bundan va mana bundan foydalanib pastki hadni ishlaymiz. Pastki hadni qanaqa qilib ishlaymiz? Mana shuni o'rniga borib qo'yadigan bo'lsam, xo'p, A turaveradi bu yerda. Mana bu yerda sal adashibmiz. Mana bu A bo'lishi kerak edi. A ni o'rniga B minus 10 da borib qo'yamiz. B minus 10. Xo'p, B turaveradi bu yerda. Plus B. D ni o'rniga esa 1.25 B ni olib borib qo'yamiz. Va ularning yig'indisi 315 ga teng bo'lishi kerak. Hisob kitobni amalga oshirsak, B mana shu B larni qo'shib yuboradigan bo'lsak, 3.25 B ga teng bo'ladi. Mana bu minus 10 bu yoqqa qo'shuv bo'lib o'tganligini hisobidan bu 325 ga teng bo'ladi. Demak, B ni qiymati bu yerda 100 ga teng ekan. Xo'p. Mana bu 100 ekan. 100. Ana endi bu yerdan boshqalarni ham topib olishimiz mumkin. A ni topadigan bo'lsak, B dan 10 da ayirishimiz kerak bo'ladi. 90 bo'ladi. D ni topadigan bo'lsak, 1.25 ni 100 ga ko'paytiramiz. 125 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak D 125 ga teng ekan. Keling, buni qavsga olib qo'yaman. Buni ham qavsga olib qo'yaman. A esa 90 ga teng ekan. 90. Keling, buni ham qavsga olib qo'yaman. Ana endi hammasini topib oldik. Buni 6 ga ko'paytirsak, bu qiymatlarni, ya'ni oqsil monomerlarni, DNK nukleotidlar soni kelib chiqadi. Demak, 90 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsam, bu yerda 540 ta nukleotid mavjud ekan A genda. 100 ni 6 ga ko'paytirsam 600 ta, demak 125 ni 6 ga ko'paytirsam 750 ta qiymatiga ega bo'ladi. Xo'p, ana endi bularni qo'shib olaman. 3 ta gennikini, chunki o'sha xo'p, qo'shib olganimizda qanaqa qiymat kelib chiqadi? 1890 ta. Demak, A, B, D genlarining umumiy nukleotidlari 1890 taga teng ekan. Jami nukleotidlarida. Endi bu uzunlik topishim uchun men mana shu 1890 ni bo'lishim kerak 2 ga, ko'paytiraman 0.34 ga. Demak, qiymat 321.3 nanometrga teng bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob A javob ekan. Mana A javobda berilgan o'sha qiymat. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 54-to'plamga mana.
Ma'lum DNK fragmenti jami nukleotidlarning 20% guanin tashkil qiladi. Mana shu DNK asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar soni DNKdagi guaninlar sonidan 40 taga farq qilsa, ushbu DNK uzunligini aniqlang debdi. Xo'p, demak, bu yerda ham demak belgilash kiritsak, o'zimizga ancha qulaylashtirgan bo'lar edik. Demak, yozaman adeninlar sonini demak foiz berilgani uchun 30% deb olaman. Timinlar ham 30%. Demak, bu yerda guaninlar 20%, sitozinlar ham 20%. Demak, umumiy nukleotidlari 100%. Endi men shu 100% nukleotidni men shu yerda 100x deb olaman. O'z navbatida bular kelib chiqadi. Bu 30x ga teng ekan, bu ham 30x ga teng ekan, bunisi 20x ga teng ekan, bunisi ham 20x ga teng ekan. Endi aminokislotalarni topishim uchun men nukleotidlarni 6 ga bo'lishim kerak. Shuning uchun men 100x taqsim 6 deb qo'yaman aminokislotalarni. Endi belgilash kiritishimiz tugadi. Endi ishlashga o'tamiz. Aytilyaptiki, savolda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana shu DNK asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar soni DNKdagi guaninlar sonidan 40 taga farq qilsa deyapti. Demak, hozir men shu yerdagi guaninlardan, ya'ni 20x dan ayirib yuborishim kerak. 100x taqsim 6 ni, ya'ni aminokislotalarni. Shuni 40 qiymati kelib chiqish kerak ekan. Endi keling shu masalani biz ishlaymiz. Buning uchun buni 6 ga ko'paytiraman. Mana bu maxrajdagi 6 ni, mana shu 6 ni, mana shuni yo'qotish uchun ko'paytiradigan bo'lsam, 120x minus 100x teng bo'ladi 2400 ga. Xo'p, ayirib yuboradigan bo'lsa 20x qoladi. 20x imiz teng bo'lar ekan bu yerda 240 ga. Demak, x qiymatimiz teng bo'ladi 12 ga. X ni topib oldik. Tenglamani ishlab chiqdik. Bu qism tugadi. Endi oxirgi savol qismiga o'tamiz. Savolda so'ralgan narsa DNK uzunligini toping deyilgan. DNK uzunligini topish uchun esa DNKning nukleotidlarini sonini bilishim kerak. Nukleotidlarni biz 100x deb olgan edik. X ni o'rniga borib qo'yaman. 100 ko'paytirilgan 12, demak 1200 ta bo'ladi. 1200 ta. Ana endi uzunlik topishim mumkin bo'ladi. Uzunlik topishim uchun 1200 ni bo'lib yuborishim kerak bo'ladi 2 ga. Ko'paytiraman 0.34 ga. Va mana shu hisob-kitobni amalga oshiradigan bo'lsam, menda 204 nanometr kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob A javob bo'lish kerak ekan. 55-to'plam. Ma'lum DNKdagi vodorod bog'lari soni va shu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibida aminokislotalar soni o'rtasidagi farq 1240 ta. E'tibor bering, vodorod bog'lari soni va oqsildagi aminokislotalar o'rtasidagi farq, demak ayirma 1240. Ushbu DNKdagi guanin nukleotidlarning 20% tashkil qilsa deyapti. DNKdagi fosfatifir bog'lar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, buni ishlashni demak, keling eng oson usulni ko'rib o'tamiz. Eng oson usuli. Xo'p, demak, eng oson usuli bu belgilash kiritishga bog'liq. Ya'ni bu yerda quyidagicha belgilash kiritamiz hozir. Xo'p, demak, qaysi to'plam edi bizda? 55-to'plam. Adeninlarni 30%, timinlarimiz 30%, guaninlarimiz 20%, sitozinlarimiz 20%. Bular hammasini x deb olaman. 30x, 30x, 20x, 20x. Nukleotidlar 100% bo'ladigan bo'lsa, men uni 100x deb olaman. 100x. Endi vodorod bog'larini topishim uchun men nukleotidlarga guaninlarni qo'shishim kerak. Nukleotidlar 100x ga teng, guaninlar esa 20x ga teng. Qo'shsam 120x bo'ladi. 120x. Aminokislotalar soni esa yozib qo'yaman. Amino nukleotidlarni 6 ga bo'lganida kelib chiqadi, ya'ni 100x taqsim 6. Mana bu narsa belgilash kiritish bo'ladi. Endi tenglamani ishlashga o'tamiz. Vodorod bog'lari 120x. Undan ayiraman, demak, aminokislotalarni 100x taqsim 6 ni. O'shanda qiymat 1240 ga teng bo'lish kerak ekan.
Mana shu maxrajdagi 6 dan qutulish uchun men 6 ga ko'paytirib yuboraman. O'shanda 720x bo'ladi bu yoq minus 100x bo'ladi va 1240 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsam 7440 ga teng bo'ladi. Xo'p, ana endi 720 dan 100 ni ayiradigan bo'lsam 620x imiz qoladi va u 7440 ga teng. Demak, x qiymatimiz 12 ga teng bo'ladi bu yerda. Tenglamani ishlab bo'ldik. Ana endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda nima so'ragan? Savolda fosfodifil bog'lar sonini so'ragan. Uning uchun nukleotid sonini topishim kerak. Nukleotidni topaman. Nukleotidlarni 100x deb belgilagan edik. 100 ni ko'paytiraman 12 ga 1200 kelib chiqadi. Endi fosfodifil bog'larini topishim uchun men nukleotidlarni 2 ni ayirib tashlashim kerak. 1200 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 1198 qoladi. Demak, to'g'ri javob B javob ekan. 1198. Keyingisiga o'tamiz. 56-to'plam. DNKda vodorod bog'lari fosfodifil bog'laridan 242 ga ko'p, vodorod bog'lari timin nukleotidlardan 11 marta ko'p. Ushbu DNKdagi sitozin nukleotidlar sonini va adenin sitozin nukleotidlar yig'indisini toping degan masala berilyapti. Xo'p, demak, bu yerda nukleotidlar noma'lum. Belgilash kiritaman. Adeninlar soni x da, timinlar soni x da, guaninlar soni y da, sitozinlar soni y da. Shunda kelib chiqadiki, xo'p, vodorod bog'lari 2x plus 3y ga teng ekan. Xo'p, ana endi keyingi bosqichga o'tamiz. Vodorod bog'laridan fosfodifil bog'larni ayirganim bu guanin qo'shilgan 2 bilan bir xil. Demak, o'sha guanin qo'shilgan 2 miz bizda 242 ga teng ekan. Demak, guaninlarning qiymati 240 ga teng ekan. Y-imiz 240 ga teng ekan. Lekin hali buni ishlatmay turamiz. Keyingi bosqichga o'tamiz. Vodorod bog'larini timin nukleotidlariga bo'lganda 11 kelib chiqish kerak ekan. Endi o'rniga borib qo'yamiz. Vodorod bog'lari teng bo'ladi 11 ko'paytirilgan timinga. Xo'p, vodorod bog'larimiz nimaga teng desa 2x plus 3y ga teng. Timinlarimiz nimaga teng desa x ga teng. 11x bo'ladi demak. Mana bu x bu yoqqa minus bo'lib o'tadigan bo'lsa 3y qiymatimiz 9x ga teng ekan. Y qiymatimiz esa 3x ga teng ekan. Mana bunday holatda buni nima qilamiz? Ramkaga olib qo'yamiz. Ana endi mana shu yerda y ni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. O'rniga borib qo'yamizda. 240 teng bo'ladi 3x ga. X imiz teng bo'ladi 80 ga. Mana x ni ham topib oldik. Y ni ham topdik, x ni ham topdik. Ana endi oxirida so'ralgan qismga o'tamiz. A qism va B qism. A da nima so'ralgan edi? Sitozin nukleotidlari so'ralgandi va men uni y deb belgilab olgandim. Shuning uchun 240 ta bo'ladi. Ana endi B qismda esa adenin bilan sitozin nukleotidlar yig'indisi so'ralgan. Adeninlar soni 80 ta. Chunki x deb belgilagandim. X'imiz mana bu yerda 80 ga teng bo'lib chiqdi. Sitozinlarim esa 240 ta. Bularning yig'indisi esa o'z navbatida 320 bo'ladi. Demak, A ga 240, B ga 320 bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri javob B javob ekan. Mana ko'rib turganingizdek, B javobga to'g'ri keladi bu narsa. Keyingi to'plamga o'tamiz. 57-to'plam. DNK tarkibida 2700 ta vodorod bog'i bo'lib, adenin timin orasidagi vodorod bog'lar soni guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar sonidan 1,5 marta ko'p. Mutatsiya natijasida nukleotidlarning 20% yo'qolgan bo'lsa, mutatsiyaga uchragan DNK dan sintezlangan oqsil tarkibida aminokislotalar sonini toping. Buni oldin ham ishlagan edik. Mayli, hozir yana bir ishlab ko'ramiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz belgilash kiritish. Adeninlarni x da deymiz, timinlarni x da deymiz, guaninlarni y da deymiz, sitozinlarni y da deymiz. Xo'p, demak, bular o'rtasidagi vodorod bog'i 2x ga teng bo'ladi. Bular o'rtasidagi vodorod bog'i esa 3y ga teng bo'ladi. Endi savolda aytilyaptiki, adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'lari guanin sitozin o'rtasidagi vodorod bog'laridan 1,5 marta ko'p deyilyapti. 2x imiz ko'p ekan, 3y-imizdan necha marta desa 1,5 marta. E'tibor bering, marta deyapti. Demak, bo'lamiz bu yerda. 2x ni bo'lib yuboramiz 3y ga, o'shanda
1,5 qiymati kelib chiqish kerak ekan. Demak 2ximiz teng bo'ladi 3y 1,5 ko'paysa 4,5y ga. Mana bunday holatda. Xo'p, endi tenglik ma'lum bo'ldi. X, y ning tengligi. Vodorod bog'lari haqida ma'lumot aytilgan. Vodorod bog'ini 2x plus 3y orqali topar edik va u 2700 ga teng. Hozir 2x ning o'rniga 4,5y ni borib qo'yaman. 4,5y qo'shilgan 3y teng bo'lar ekan 2700 ga. Qo'shib yuboradigan bo'lsam 7,5y bo'ladi va u 2700 ga teng. Demak, y qiymatini topadigan bo'lsam, u 360 ga teng bo'ladi. X qiymatini topadigan bo'lsam, u 810 ga teng bo'ladi. O'rniga qo'yish usuli orqali x ni topib oldim. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz nukleotidlar sonini topishimiz kerak bo'ladi. Nukleotidlar soni 2x plus 2y orqali topiladi bu yerda. Demak, 2 ko'paytirilgan 810 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 360. Demak, nukleotidlarimning soni, mana shuni hisob-kitobni amalga oshiradigan bo'lsam, 2340 ta ekan. 2340 ta. Endi umumiy 100% nukleotidni 20% demak ketyapti. Qolgan 80% qolyapti. 20% mutatsiya natijasi yo'qolyapti. Endi o'sha 100% bizda 2340 taga teng edi. 80% qancha deyman? 1872 ta bo'ladi. Va endi o'sha 1872 tadan qancha oqsil sintezlash mumkin? Ya'ni aminokislota 6 ga bo'lib yuboraman. Men bu yerda yozmayman, bo'lingan 6 va bu yerda aminokislotalarni topishim mumkin bo'ladi. 312 ta aminokislota sintezlash mumkin ekan. To'g'ri javob B javob ekan. Mana bu yerdagi 2340 bu dastlabki DNK. D DNK deb qo'yaman buni. Ya'ni mutatsiyaga uchrashdan oldingi DNK. Mana bu yerdagi 1872 esa M DNK. Ya'ni M DNK deganda mutatsiyaga uchragan DNK nazarda tutilyapti. Keyingi to'plamga o'tamiz. 58-to'plam. DNK fragmenti bir zanjirda 119 ta fosfodifer bog'i mavjud. Guanin sitozin nukleotidlari yig'indisi shu DNK asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar sonidan 4 marta ko'p bo'lsa, shu DNKdagi vodorod bog'lari qancha? Keling, bu masalani ishlaymiz endi. Xo'p. Demak, birinchi navbatda bitta zanjirda 119 ta fosfodifer bog'i bo'lsa, uni 2 ga ko'paytirsam, ikkita zanjirdagi fosfodifer bog'lar soni kelib chiqadi. 200, demak, 38 ta ekan. 238 ta ikkita DNKdagi fosfodifer bog'lar. Men unga 2 ni qo'shib yuborsam, nukleotidlar soni kelib chiqadi. 240 ta nukleotid mavjud ekan. Aminokislotalarni topishim uchun men nukleotidlarni, ya'ni shu 240 ni 6 ga bo'lib yuborishim kerak bo'ladi. Demak, 240 ni 6 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, bu yerda qiymatimiz nimaga teng bo'ladi? 240 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsam, 40 qiymatiga teng bo'lar ekan. Demak, ko'paytiramiz bu yerda. Demak, 40 ga teng bo'ldi. 40 ta dedik. Endi savolga e'tibor bering. Savolda aytilyaptiki, guanin sitozin nukleotidlari yig'indisi aminokislotalardan 4 marta ko'p ekan. Shuning uchun men hozir 40 ni 4 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, 160 qiymati kelib chiqadi. Demak, 80 ta guanin mavjud ekan va 80 ta sitozin mavjud ekan. Demak, endi vodorod bog'larini topish uchun nima qilishimiz kerak? Vodorod bog'ini topishimiz uchun nukleotidlarga guaninni qo'shishimiz kerak. Nukleotidlar soni 240 ta, guaninlar soni 80 ta. Bularning ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, demak 320 qiymati kelib chiqadi. Vodorod bog'lari 320 ga teng ekan. To'g'ri javob bu yerda B javob bo'lishi kerak. 59-to'plam savollar soniga o'tamiz. 59-savollarda nima deyilyapti? Ma'lum DNK molekulasi uzunligi 193,8 nanometr va undagi vodorod bog'lar soni esa 1360 ta bo'lsa, shu DNK asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar soni va DNKdagi guanin nukleotidlar soni farqini toping deyilyapti. Demak, birinchi navbatda biz mana bu uzunlik orqali nukleotidlar sonini topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda 193,8 ni 0,34 ga bo'lib 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Yozaman, 193,8 ni bo'laman 0,34 ga ko'paytiraman 2 ga. Bu yerda
1140 ta nukleotid mavjud ekan. Endi aminokislotalarni topishga o'tamiz. Aminokislotalarni topishim uchun nukleotidlarni 1140 ni bo'lib yuborishim kerak 6 ga. Bu yerda 190 ta aminokislota mavjudligi kelib chiqadi. Ana endi aminokislotalarni topib olganimizdan so'ng, xo'p, e'tibor beraylik. Mana bu yerda 1360 ta vodorod bog'i haqida ma'lumot berilyapti. Vodorod bog'idan nukleotidlarni ayirib tashlaganimizda, vodorod bog'i demak, xo'p, shu yerda salchalkash. Vodorod bog'idan nukleotidlarni ayirib tashlaganimizda guanin soni kelib chiqishi kerak. Vodorod bog'i bizda qancha? 1360 ga teng. Nukleotidlar soni 1140 ga teng. Guaninlar soni demak bu yerda 220 ga teng bo'ladi. Demak, guanin soni 220 ga teng ekan. Xo'p, ana endi bu aminolarning soni. Bizda shu ikkalasini farqi, ayirmasi so'ralgan. Ayirib tashlaydigan bo'lsak 30 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A javob ekan. Chunki mana 30 ta farqini toping deyilgan edi bizda. Endi keyingi tipga o'tamiz va eng oxirgi tipga o'tamiz. 60. Oqsil tarkibida aminokislotalar soni 120 ta, mana shu oqsil biologik sinteziga javobgar bo'lgan dengi tarkibida 780 ta vodorod bog'i mavjud bo'lsa, ushbu denkadagi sitozin nukleotidlar sonini toping debdi. Xo'p, bu masalani qanaqa ishlash kerak? Nukleotidlar topishimiz uchun biz aminokislotalar sonini 120 ni 6 ga ko'paytirib yuboramiz. Bunda nukleotidlar soni kelib chiqadi 720 ta ekan. Ana endi vodorod bog'lar soni bizda berilgan edi, 780 ta deyilgandi. Nukleotiddan, ya'ni vodorod bog'i va nukleotidning ayirmasi biz bilamizki guaninni berish kerak. Va ayirganimizda 60 taga teng bo'ladi, 60 ta. Lekin guanin sitozinga teng bo'lganligi uchun sitozinlarning soni ham 60 taga teng ekan. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi.